Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kim Toshkent shahridan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga primoy davlat tomonidan qo'yilgan avtobusda kelmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Akamiz mana gapi bor ekan. Nima gap aka, yaxshimisiz? Ikkinchi marta avtobusda ketyapman, yaxshilik. Afsuslanmayapsizmi? Qatta narxiga ham to'g'ri keladi. Yo'lga ham achimisa. Sharoiti ham zo'r-a? Eng kerak aytib, konditsioner bor ekan. Bormi? Yozgi kunida mana issiqdi kunida Toshkentdan mana o'tirib, issiqdi kunida shunaqa avtobuslarda qidirayotgan bo'lgan ukalarimizga, mana akalarimizga gapirib. Moskvaga hech kunda boradi ishlarda aytsiz. Xudo xolasa Moskvada Toshkentdan chiqqan avtobusimiz 3 sutkada mana Moskvada bo'ladi. Granitsada o'tishi 2 soat, 3 soat zadержка bo'lyapti, lekin muammosiz o'tilyapti granitsalardan akalar. Avtobuslarimiz lyuks, davlat avtobusi. Qayerdan minyapsiz aka? Toshkentdan. Qayeridan? Anaqa Qo'yliq Farg'ona betagidan. Rahmat aka, dushi yaxshi etib olinglar. Aziz yurtdoshlar, shunaqa avtobuslarimiz sizlarda xizmatinglarda bo'ladi. Bemalol kelib, mana biz bilan bog'lanib, kelib ketaverasizlar. Xudo xolasa, yo'lovchi akalarimiz mana hammasi yo'l o'z o'rnida o'rnashib ketib boryapti.